Bugun sizlar bilan Better Best kompaniyasining yana bir qurilish obyekti Almas Tower bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Bu turar joy majmuasini nima afzalliklari bor deysizlarmi? Birma-bir sanab o'tamiz. Birinchi o'rinda bu lokatsiya. Bu turar joy majmuamiz Rohat Krugi yaqinida joylashgan, ya'ni Yashnobod tumani Olmos mahallasida. Bu degani metro ham 10 daqiqalik yo'l narida. Atrofda eng yaqin bo'lgan ikkitadan masjid, ikkitadan maktab, ikkitadan bog'cha, undan tashqari bolalar maydonchasi, undan tashqari parkovka va qo'shimcha полностью охраняемый zona. Mana bizning afzalliklar. Bu turar joy majmuamiz 17 qavatdan iborat va xonadonlar soni 1000 ga yaqin. Eng qizig'i, biz hozir 17-qavatdamiz. Bu degani turar joy majmuamiz bitish etapiga yetib keldi. Shahrimizning eng og'riqli muammolaridan biri bu toza havodir. Shahar chekkarog'ida joylashganligi sababli bu turar joy majmuamizda siz toza havodan bemalol nafas olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu turar joy majmuamiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun esa ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Better Best har doim sizlar uchun yuqori sifatda.